أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحابته ومن اتبع هداه ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين أما بعد يوم درسنا سوا الزبير رضي الله عنه زبير بن العوام biz o'tgangi darsda o'g'li Abdullahning tarjimonini o'qigan so'zlarini. Mana bu otasi Zubayr ibn al-Awwam radhiyallohu anhuning so'zlari. وابن العوام ابن خويلد ابن أسد ابن عبد العزى ابن قصي ابن كلاب القرشي الأسدي أبو عبد الله. Dadısının ismi Al-Awwam ibn Khuwaylid. Hazır ibn Khuwaylid degandagi lamslar Resulullah'a karşı taraftan da kanılanlar Resulullah'ın ayağıyla Hadice binti Khuwaylid'ninki Biştuk'un oğlan bu. Yani xuddi bu Hadice anamızın ciğenidir. Ciğen. Yani İbn Asad ibn Abdüluzza ibn Qusay. İbn Qusay degandagi lam Qusay'ni tutuşan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Künyeti Ebu Abdullah Havari Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'ninki xas yardımcısı deb nam olgan zot. Ahzabda likulli nabiyyin havariyun ve Zubayr havari deb Resulullah aşında ataqlı bergen. Ve ibn ammatihi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona hammamızın oğlu dedi. Batıraptın mı? Hammamız kimem? Ummuhu Safiye bint Abdülmuttalib bo'lgandan onasi Safiye, shunaman Safiye bint Abdülmuttalib, onasi Rasululloh sallallohu alayhi vasallamninki hammasi Muhammad ibn Abdullah ibn Abdülmuttalib bo'lgandan Abdullah bilan Safiye bir tuqqan. Safiye Rasululloh sallallohu alayhi vasallamninki hammasi bo'ldi. Dada tarafdan bo'lgan hammasi. Undanki Rasululloh sallallohu alayhi vasallam hozir 3 tarafdan bunda tutishadigan. Ayağlı taraftan, çoğun boğuz taraftan, yana hammız taraftan. Bir nevre oldu. Xuddi Hazreti Ali'ye bir nevre var, şuna o'xshash. Hazreti Ali bilan biz nevrendi bu tarafdan. Ve xaluhu Hamza, mana Hamza mı tağısı? Abu Talib mı tağısı oldu şu? O'xshash. Yana taqa Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bu yana bir tarafdan yakın kelib qoldi. Qaysi? Rasululloh sallallohu alayhi vasallam baja. Hazrat Aisha ila Asma'ni olgan. Asma Hazrat Aishaning hamshirasi. Undan bir tarafdan baja munosabatim bor. Yani Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bilan nurg'un tarafdan unda tushib ketgan. Wa huwa ahadul ashara al-mashhud lahum bil jannah. Cennet bişaret verilgen 10 meşhur 10 sahabının biri. Elbette cennet bişaret verilgen sahabının sancı. Lekin 10 sahabe aşında bir meşhur. Şuların birisi. Ve ahadus sitte ashabi şura. Hazreti Ömer vefat bulaş aldıda halife tayinlash uchun 6 aylarni Kengash a'zosini tayinlagan. Şu 6 aylarning birisi. Kengash. Şuna Sovet İttifaqı'nın şura etti bunu. Совет degan shu shura degan. Союзский народная республика. O'rta Osiyo musulmonlari O'zbekiston, Qozog'iston shura deydi. Ve mimmen yu'adduna bi alf faris. Bu kat sahabe shunda palvon Qaysar Botir sahabe ekanki 1000 atlık sarkardagi barobar keladi deb sanildiganlardan birisidir. Biz o'g'li Abdullah ibn Zubayr bilan Mus'abning shunday deb birisi 1000 odamni teng qildigan deb. Yani bir qo'shinni cho'p chekindirib yana aram qaytib chiqadi o'g'li shunda. Bu dadisimi shunda aytdi. Aslama va lahu 12 sana. 12 yoshida musulmon bo'lgan. Yani shu Hazrat Ali bilan Hazrat Xadija mushullar dastlab musulmon bo'lganlardan birisi. Ve hacerel hicreteyni. İki hicretini qilgan. Yani birincisi Habasistonga, ikincisi Medine'ga. Ve hacerel hicreteyni. Qala Urva Zubayr ibn al-Awwamning o'g'li. Abdullah o'g'li, Zubayrning o'g'li, Mus'abning o'g'li. Urva ibn Zubayr.
Lekin bu tabi'in. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ko'rmagan. Abdullah Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ko'rgan. Mana kichik o'g'li desak, bu dadisidan shunday sifatlabdi. Kana Zubayru tawilan. Arablarda bunda shunda dadisini nima desam, ismini ataydigan. Masalan, Hazrat Aisha mo Abu Bakr deb bunda dadisini bunda ataydigan dadi. Hazrat Zubayr degan dadam bunda ataydigan. Kana Zubayru tawilan bunda sifatlash bor. Atam Zubayr nayt igizlan darajadan dedi. Taxuttu rijlahul arda idza rakib. Agar atga minib qolsa, chiqibdi, yagimda so'rilib siziqsiz maqta deydi. Atga o'tdagan chaqda, mingan chaqda, chiqibdi o'zingga turdi biqimda atni. Lekin bu igiz olgan ekan, yagib so'rilib maqta. Waqatala Zubayru wa huwa gulamun bi Makkah rajulan. Zubayr taxa kichik bola chaqda, 14-15 masalan. Shunda chaqilda Makkada bir odam bilan urushibdi. Fakasara yadahu. Urushib qo'lini sindirib turadi. Cho'ng odamning qo'lini sindirib. O'zining qo'lini sindirib? Yo'q, qarshilarning qo'lini sindirib. Fakasara yadahu. Rajulan adir aqrab madkur. Shunado? Ad-damir yarji ila aqrab mazkur. Hozir bu Zubayrninki palvonligi, bahodirligini sifatlayotgan bo'lgan ekan, u birsilar urushib o'zini qo'lini sindirib oldi desa, mazmunda haqiqat bo'ldi. O'zidan cho'ng bir odam bilan urushib, u cho'ng odamning qo'lini sindiryapti deydi. Famurra bir-rajuli mahmulan ala Safiya. Shuna u qo'l singan odamni birisi yuzib, yoki marra desak, o'zi ko'tarib anasının başka egetim adamla uğraşıp kolunu sundurup kaldı endi. Yoki murra desak başka birisi ko'tarib anasının başka anasının bolaları adamning qo'lini sundurup deb shikoyat qilib keldi. Wa qila laha inna ibnaki fa'ala bihi hada. Anasqa sizning bolangiz bunda ishni qildi, qo'lini sundurup odamdan deb shikoyat qildi. Faqalat lirrajuli kayfa ra'ayta Zubayr? Bu Zubayr qanday ekan? Bu kichik bolamda. Bu kichik bolalar urushibsa, o'g'lam qanday bo'lar ekan? Aqissan? Ha? Qittan bo'lish kerak. Aqittan va namiran, aqittan va namiran mushkilan yo'llash kelan tushqani bir ish bo'ldimi? Yani xuddi sanimda yo'g'on turibsan bir mushuk, mening o'g'lim yo'llasdak. Bunda bo'lib o'g'limning qo'lini sindirib o'tmoqda. Aw mushtamilan saqra. Shunami? Sizga shunami? Mushtamilan. Yoki o'g'limda bir qachig'i yo burkutni tunning ichiga yo'gab tutib olgan bo'lsa, shu hamdasini bunda zidilab nima qo'ydimi? Yani mening o'g'lim senden kichik bir bola u. Senin qo'lingni sindirib tutmoqdek unda ish yo'q. Yani sen udan yo'g'on odam turib, shunda oqibatga düşkep seher demek. Günahının atıp koygamdek. Yani günah özende sen kiçik baladan uruşup ulan sunduropsa sen özən ayıplanırsa bunun da ölmüş. Ve huve evvelu men salla seyfehu fi sebilillah. Bu zat dəstləb qılıb Allah yolunda şemşirini soğan zat. Allah yolunda şemşirini soğan zat. Yani evvelu men rama fi sebilillah kimte? Sa'd ibn Abi Waqqas. Ma huwa evvelu men salla seyfehu fi sebilillah. وذلك أنه قيل شمسنا صورش راقاس خندارsa bunun cereyan bunda dedi. Uxida Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem degan bir xabar keldi. Yani Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem tutib ketdi degan bir gap deyilib qopdi. Fa aqbala Zubayr yashuqqun nas bi sayfi. Yani Mekke müşriklari musulmonlarga azab etdi. Kabe'nin o'zi musulmon mushrib qasını dumbalgan. Rasulullah'ın qizini mushrikni asli atib qo'yib masxara qilgan yoki kaçittirib bizni salamasanlar shu nima qildi-ku? Abu Cehilman aşunda ahvallı boğan degen şunda musulmonlar aciz halda tursa Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem tutup ketdi degan bir xabar keldi. Andiken bu qatı şemsin ağınca adam top ketgan yerda şemsin soğancha o'tadi. Shu o'zining qishg'i badi dedi. Ve Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bi a'la Mekke. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'nin üstün terbiye etti dedi. Üstün terbiyede adam toplaşkan, önde bir vakalar ya Rasulullah aziyet verilgen nima olsa Mekke'de Rasulullah'ın müşrikin tutuldu degende bir xabarni algandikilar boshqa kishilarning to'pidan shamshirni ko'targancha yerib bo'ldi. O chaqdan da o musulmonlar yerdan bir ish uchun unda bir qilich ko'tarib yoki mayda kirib chiqish degan unda
cennet algına akıyaştan ibarettir. Ve kana aleyhi imamatun safra yevm Bedr. Bedir gazasında onun beşida sirq sallıbattı. Mu'tajiran biha. Mu'tajiran degan, i'tajara degan salını yögep, ineklerini yögep muqlish. Talahda inekgam da manda çaplab yögümüsü salını yögep onun yanında boynu kadar sangrab turgan halatda muqlish. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الملائكة نزلت على سيماء الزبير. Ferişteler Zübeyr'ninki belgisiga udulkildigan şekilde düştü. Ferişteler Bedir gazasida qatnashgan. Feriştelerning siriq sallaga qizil sallaga pishgan deganda rivoyati bor. Ma'lum siriq sallaga Zübeyr ibn Avvamning sallisining rangida sallaga pishgan demakchi. بألف من الملائكة بخمسة آلاف من الملائكة مسومين لدغا شو قلت شو أنا bu talabalarınki her birisinin bunda bir Allah'ın kiyinişi özünün noçılıkını ifade eden bir var. Hamza'nın kandatta tügü kuşunun bir peyni onda salıştırıp koydu. Noçılığı bunun seret salıntısı var ki. Ya bazı kızılımını yoga mesela Abu Dujan'ın kızıl rahne lentine çek sürdü vagan. Onun noçuluğunu alamatı. Canlıda şimdi noçılıktan gel. Bunun alamatı seret salliken. Ya belgisi. Simahum fi vujuhihim min athar as-sujud. Alama diye manda. وقيل إن آية ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. Kişilerden Allah'ın razılığını gözlep üzünü cennet için satıgalı var. Muş ayet Zübeyir ibn Avvam hakkında düşken değildir. Her xil asbabı nuzul bolsa birisi muş ekan. Yani ayette muşunda medilengen demek. Nazalat fihi ve fil miqdad. Zübeyir ibn Avvam bilan Miqdad radhiyallahu anhu ikkilen hakkında düşken değildir. Bunun bayanı bundak. Ve derken Kureyş'in lamma ahraju Hubayb ibn Adi radıyallahu anhu ila Tan'im. Bunda o işte Kureyş'le Hubayb ibn Adi diyen mushabını tutuyorlar ama tutulab bunu ötreş için yani bularninki bir kan qisası mı bir nimiz bulat. Muşunun şu kan qisası için öttemekçi bo'lgan chaqda Tan'imga chiqqan. Tan'imga nisbatan qaldingizda oyatlar Yok, Tan'im degan bu haram dairasininki eng oxirgi chekining birisi. Shu adamni o'tmoqchi bo'ladi. Lekin haramni o'tsasak bo'lmaydi. Mushriklarmanda haramni ulug'laydi shu an ekan. Haramni qantirsak bo'lmaydi deb buni haramning sirti ochdi. Haramning sirti mana Tan'im yoki Jarana bunda yerni belgilik yalandi. Hozir masalan Tan'imga olib chiqmaydi. Tan'imga chiqib, yuyinib, ihrom bog'lab, shirk umr qiladi. Tan'imga olib chiqdi. Va salabuhu va tarakuhu. Uni daraxtga bog'lab, esib, aylanib qo'yib qo'ydi deydi. Demak, uni daraxtga esib o'tirib, o'shunda bog'liqlik holatda tashlab qo'ydi. Muallaqan ala khashabatin hunaka mudda. Ashhadu bir yog'ochga esiqlik holatda bir muddat unda turdi. Va indahu harasun min fityanihim. Uning qashida ularning yosh yigitlardan bir guruh qovduvchi bor edi. Shuni unda qovlab turdi. Yani biz kim aketmiso deb shunda. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لأصحابه. Şuna bu vaqaga Rasululloh sallallohu alayhi vasallam yetgan chaqda sahabe kiramlarga shunda dedi. Men yunzilu Hubayban min khashabatihi. Bu Hubayb va Asim deyiladi. Asim degan shu sahabe o'lishini ilgari kelgan namoz o'qigan. Zaman har qovdab jasini kabirligiga tutqizilgan sahabe. Bu Hubayb. Shunga o'xshash vaqalarga duch kelgan sahabadan. Hubaybni kim shu isiqlik yog'ochidan tushirib qo'ydi va uningga jannat bor, jannat mukofot bor degan chaqda faqat Zubayr radhiyallohu anhu ana ya Rasululloh va sahibi al-Miqdad ibn Amr. Man ya Rasululloh, men tushiraman va mening amroyim Miqdad ikkidan bir tushirmaysiz dedi. Hamda aşağı yalnız berib kafirlarımızga aşı bir işini vazifani o'rindab qaytib kelishi xatarlik bir ish emas.
Farakiba farasayhima şundan ikili etigmanab ve qadima Mekke badi. Fawasala ila khashbati Xubayb esirliq şu yağışdan taşqı badi. Leylan kechir badi. Kunduzda bormaydi. Fawajada indahu 40 fatan min Quraysh naimin. Şundan uni qashda 40 yaş yigitdan 40'a qo'dib etgan. فنزل المقداد وأنزل خبيبا من الخشبة. Şolan miqdad etidan tushib, Xubaybni yog'ochdan yeshib tushdi dedi. Va wada'ahu amama Zubayr ala farasi. Uni Zubayrning etining ustiga qo'ydi, oldiga unda qo'yib turibdi. Va sarafa raji'aini. Ishkayla bo'lgan raji'aini. Ko'p raji'ina. Şolan bu ishkaylan Xubaybni olib qaytdi deydi. Fastayqazal mushrikuna min hiss farasihima. Şular müşriklar o'shkanning atlarining tuyoqlarining ovozidan o'g'ilib ketdi. Faqamu ila al-khashabati falam yajidu Xubayban. Şular g'ach qarasa Xubayb yo'q. Fatabi'u atharahuma. Şular iz qo'llab mangdi deydi. Albatta atning izlari bo'lgan ekan, shunda qarab aqdim manglaydilar. Falamma lahiquhuma rama Zubayr Xubayban fil ard. Bu ishga yetishib olgan chaqda Zubayr oldidagi Xubaybni qachi yerga tashladi. Hozir avvaldan tutishmisi bo'lmaydi endi. Yengillab bilan elishish lozim. Tashlab, tayyorlab fattala'athu. Shundan ziminga tashlabdi Xubaybni. Xubaybni zimin shunda bilan yutibdi. Zimin qo'yniga oldi dedi. Shu Asimni Makka mushriklari ayollarni kesib qilamiz degan chaqda her ikilip koldan yakın kelip tutmayı şu yere düşüp ketken dedi. Selkilip ketken. Yani müşrikler onun jestine yakın tutamayan. O duası da şuna dua kılar. Bunun jestine müşrikleri tek cümleler, kolu tikip kalmış olan Allah. Duası icabı olur. Bu şunda yayı taşlandığı yer düşüp ketti. Bu anda kerametler. فَلُقْبَ خُبَيْبٌ بَلِيعُ الْأَرْضِ. Şuna Xubayb yer yutib ketgan zot deb shuna nom oldi. Summa waqafa lahum. Shuna bu ikkalan qo'g'lab kelgan Makka mushriklarga taqobil qildi. Va kashafa Zubayru lithamahu. Shuna Zubayr yuzini yugib olgan sallasini ochdi dedi. Sallasini yugib yuzini bunda yugib oldi. Chang tuzan yoki adam tunusunda o'g'ilib chiqargan ekan bular. Shuna yuzda ichib o'zini unda bir ko'z qo'yib ayıqın maksimum. Ve kana muntakiban ona. Niqabni olgan dedi. Ve qala lahum "Mada turiduna ya ma'shar Quraysh minna?" Quraysh jamoasi bizning nima mudayanlar var? Ana Zubayr ibn al-Awwam, mana Zubayr ibn al-Awwam ve ummi Safiye bint Abdul Muttalib. Anam bo'lsa Abdul Muttalibning Safiye ve xali Hamza asamning tulga shu palvan shu tag'am, mening tag'am bo'ldi. Ve hada al-Miqdad ibn Amr. Miqdad ibn Amr bu evvel men rakibal faras fi sabilillah. Bu katpalvan. Bu muhim vazifaga borgan chaqda unda men miqdorlar ishkani bir o'rinlaymiz mana dedi. Yani yamunni tanlaydim dedi. Shunama al-Miqdad ibn Amr dastlab Alloh yo'lida ochib turgan zot. Al-Miqdad ibn al-Aswad mi deb qo'ydi. O'sha Amrning unisi, yana bir ismi al-Aswad. Sahibi mana Miqdad mo'mining hamroyim biz ikkalan shunda qilib biz bo'sh emas demoqchi. Asadan rabidani yadfa'ana an ashbalima. O'zining aslanlaridan, arslanlaridan mudofaa ko'rib, shuni qo'g'dayotgan masalan sher arslanlarda oldindan turib da yatadigo rabid degan shu. Çöküp yattan ikki sher yo'lbos qildi. Ikki arslan sherninki oldidan qilib bunda yatsa Abulhun ko'rgan bo'ytama Abulhunning turib shu rabida shu. Shuna tugilarninki eg'illarni marabidil ibil deymiz. Eg'illar. Chunki tugilar shu yerda çöküp yatadigan marabidil ibil. Masalan qo'yning qo'tallarida namoz o'qinglar. Tuginin marabidil ibilda namoz o'qisa bo'lamdi o'sa ya. Çünkü xatarlik bu. Ya namoz o'qimadan sajda qilsa gachcha dasa o'tirishi mumkin.
Aslında yolvaz şerrinden çıkıyorsa işte diyeceğimiz zaman orada müştevada çıkısı oluşmaydı var. Ya asad degan shir. Asli shir. Lekin bizning diyorimizda shir asosi yo'q. Yo'lvas var. Biz yo'lvasni tanıymiz. Anda bizning adabiyotimiz var. Yomon yo'lvas deb bunda qaralgan bor. Yomon yo'lvas yo'lda yotib shirga yo'l bermasin. Nahotki shu eng yomonni demakchi bu odam, buni shirligini bizning yo'lvasligimiz shu odam bunda tarjima qildi. Yo'lvasning namiri Rabidan yadfa'an an ashbalihima. O'zining aslanlarini qo'dab yotgan ikki yo'lvas bizlardir. Fa in shi'tum nadalnakum xasanlar sizlarni tutishaylar. Elishaylar. Nadalnakum nidal kurash elishaylar. Wa in shi'tum baraznakum wahidan. Xasanlar bir-birlab yakka elishaylar. Wa in shi'tum qatalnakum jami'an. Xasanlar hammalikinglar Hemming chiqinglar tutishaylar. Va in shi'tum insaraftum ila ahlikum salimin. Xalsanglar chiroyli saq salomat oilanglarga ketadilar. Fansarafu raji'ina ila Makka. Shunda qarasamdi. Bu ishkelam Tunidan. Hech bo'lmasa bu 40 odam bo'lsa, bo'ldim be 30 ni o'tirib keyin o'lishi mumkin. Hech bo'lmasa. Davomkan bo'ldi qaytaylar. Saqitollarda ketgan. Mesela Hazreti Ömer hicret qilgandimi? Tavob qilib o'tib, andin Makka mushrikligiga bir jakalat mandigan. Kimki anam mening o'limimga yig'lab qolsin deydigini bo'lsa, men aqlimning kasi deb nima qildi. Ya'ni aqlimni qo'llab hijrat qilishni tasab qolsa, o'ladi degan. Yana shu Rasulullohning kuyovlari hijrat qilgandimi shunday ish bo'ldi. Abul As hijrat qilgandimi? Shunda nima qilib mangdi. Aqdim qo'liga Alloh yetishganligi, shunda tahdid salonga asta. Fansarafu raji'ina ila Makka wa hum 40 rajulan. 40 odam turib, va ikki palvonga yengiz ko'z yetmay asta ketdi. Urushmay ketdi. Bu angliq odamlarmi? Da hisob so'qib faqat bo'ldi. Ziyon tadmaz deb ketdi. 40 rajulan aw yazidun. 40 bo'lishi mumkin, 40 qiraq bo'lishi mumkin. وقدم الزبير ورفيقه المدينة. زبير رضي الله عنه امراه المقداد بن العمر كذا مدينة كذا فنزلت الآية فيهم. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. ديجان آيات شكان ده. ولما انهزمت هوازن يوم حنين غزت بوغان كندا هوازن شو طائفتك هوازن قبيلesi. Bu yengilib ketgan chaqda Xaraja Malik ibn Auf raisuhum. Shu Havazin qabilasiningki boshliqi kechib chekinib o'tirganlardir. Inda lazima yengilgan chaqda bu qochdi. Hatta waqafa ala fawarisa min qawmihi ala thaniyatin min at-tariq. Bu kechib o'zining qavmidan bo'lgan ba'zi chavandozlar bilan uchrashdi deydi. Hammasi hamda o'zining jonini olib qoch. Ketib o'zining askarlaridan bir qancha sarkarlar bilan uchrashib qoldi. Ala thaniyatin min at-tariq. Yo'lning o'rnida bir igiz davondak yoki tag'idagi bir yo'ldak birini. Thaniya degan davon bo'lishi mumkin yoki tag' yo'li bo'lishi mumkin. Tala'al badru alayna min thaniyatil wada'. Wa qala li ashabihi shuna amralarga debdi qifu hatta yamdiya du'afa'ukum wa yalhaqa akhirukum. Mishada saqlab turinglar. Sal ajizlar oldin mang'ash tursin yo'l selvetlar. Aqlni ketayotganlar bo'lsa sizga yetishib olsin. Sal yig'ilib mang'alar demoqchi ekan. Fawaqafa hunalika hatta mada man kana lahiqa bihim min al-munhazimin. Shu ular shada saqlab turinglar. Atliq bular boshqani qo'llab yo'l saqlab shuna xavotdi. Oxiramda ularga keçib shularga yetishib olganlar uni yo'l silitib uni saqlab turibdi. Fatalat khaylun li Rasulillah sallallohu alayhi vasallam. Shunlar unda saqlab bir dongda bir daldiqli unda saqlab tursa, buning aqlini qo'llab yengib kelgan shu islom qo'shini o'tidami? Aqlida iz qo'llab manganlar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga otliq qo'shini chiqibdi. Ve Malik'un ve ashabu ala thaniye. Malik bilan ve onun emralari shu davonda deylar, bir donglikda yakında taraf tugan.
فقال لأصحابه ماذا ترون buni bulna aytımda bükülüp yatqanlar bular saqlab turadi nima ko'rasizlar bunda pastga qarab ko'zib turayotgandan kimni keldi nima ko'rasizlar qanday qo'shinni ko'rasizlar deb so'rabdi فقالوا نرى أقواما واضعي رماحهم بين آذان خيلهم طويلة بوادهم biz shunda bir kishilarni ko'ryapmizki bular neyzilarini otlarning quliqining tuyi qo'ygan bunda uzun qo'ygan bo'lsa otlarning quliqining uzunida qo'yildi tawilatun bawadihim bawad degan badning ko'pligi bu tuti yo'tisi biz shu ot qilingan chog'da ega taraf turadigan yo'ti tarafni bawad ashadamlar avval chiqarlar bunlar nima yo'tisi qutinaak uzunda ekan degan. Bab deganning ko'pligi. Ya'ni batinul takhid allazi yalis surj. Iga tarafga chalqishib turgan yo'tisining ichki tarafini bab deymiz. Demak, yo'tsa uzun kelgan nejlarni unda oldiga otning quliqi yo'lab qo'ygan unda bir qo'shinni ko'ratmas debdi. Faqala buni unda otda masalan nejni qanday qo'yib, qanday nim qilish ba'zi sifatlardan buni kimligini biladi. Chunki har bir qavmning bir odati bor. Ba'zisi nejni to'g'ri qilib bo'lishi mumkin. Ba'zisi igani tashqa bekitilishi mumkin. Har xil qo'yish uslublari bor. فقال هؤلاء بنو سليم دبنا بلا بنو سليم كان بنو سليم جماعتي كان أيمقي كان ولا بأس عليكم منهم أولد أنسان سامون بلدر كما جمترون بتكسر قومان ولا بأس عليكم منهم أولادن سيجب شون زين كم يدور فلما أقبلوا سلكوا بطن الوادي ومضوا Ular kelgandan da o'tabamda aş vadinin töyniga tushib ketibdi. Ashlarning davanning qashda o'tabchi. Batnul vadiga aş uymalliq va madav ketishdi. Thumma talat khaylun ukhra tatta'ha. Undan keyin ular agishib yana bir ot qo'shin keldi. Faqala ashabi mada tarawun? Nimani ko'rasizlar kimlar kelganlar deb so'radi. Qalu nara qauman aridi rimahihim aghfalan ala khaylihim. Biz shunda bir qavmni ko'ratimizki, ular neyzilarini otlarning ustiga qo'yib olgan. Aridi degan to'g'risi qo'yib olgan. Neyzilar masalan burunqilarida bunda uduz qo'yib turgan. Mavlamda to'g'risiga oldi qo'yib olgan. Lekin ag'fal degan hech qanday neyzda unda bir belgi yo'q. Addidan ba'zi aymoqlar qabili neyzga ma'lum bir belgi qilishi mumkin. Bo'g'ish qilamdi yoki belgi qilamdi qilishi mumkin. Ma'lum hech qanday belgisi yo'q, uni addi. Neyza shu to'g'risi bilan egasi ustida qo'yilgan ekan deydi. Ag'falan degan gaplarda deymiz-ku, unda bir belgisi yo'q, alomati yo'q. Alayda bir nimasi yo'q demoqchi. Faqala haula al-aws wal khazraj. Bu al-aws wal khazraj qabilasi ekan. Wala ba'sa alaykum minhum. Ulardan ansirmanlar o'tib ketsin. فلما انتهوا إلى أصل الثنية سلكوا طريق بني سليم. Ular davanning ulug' bo'lgan chaqda, u davan sal ustida bo'lsa, ustida marab turdim. Bular davanning qashqa kelgan chaqda Banu Sulaym mangar yo'lidan davomlashib ketdi dedi. Thumma tala'a farisun faqala li ashabihi mada tarawun. Yolg'iz bir ot sarkarda chiqib keldi dedi. Anikan, "Voy, nimani ko'rasiz, kim keldi?" degan ekan. "Men yolg'iz nima qilishim bir narsani bildirdim." Baş qo'shinimiz ot qo'shini nechisadan bilmabdi. Bu Zubayr ibn Awwam yolg'iz manabdi. Ya'ni o'zida yolg'iz bir qo'shin degan gap bor. Qalu nara farisan tawil al-bab. Shuna bular biz shunda bir sarkarda, chavandaz, ya'ni otliq sarkarda deyiladi faris. Otliq shunda bir sarkardani ko'rib o'tamiz. Uning puti uzun emas, tawil al-bab degan. Tawil al-bab puti uzunmi yoki yo'tisi uzunmi? Ha, yo'tisi uzun. Puti uzun degan bo'ldimi? Yo'tisi uzun bo'lsa, puti uzun bo'ldi tabiiy. Wadi'an rumhahu ala atiqi. Neysni bo'yni qo'yib olgan. Adati mamluk qilmunda nega qo'yib olgan jo'g'on, neysunda tutib atcha turib ketdi. Demak, bundan neysni qanday tutish, ne qo'yash nimalardan qaysi qabiladan, qaysi jamoatdan kelganligini bilib oladi. Asiban ra'sahu bi mala'atin hamra. Beshini qizil lat bilan qinib olgan dedi. Asabagan qinib olgan. Faqala hada Zubayr ibn Awwam tunibdi. Qizil rah bilan beshini tanib ekan. Faqala hada Zubayr ibn Awwam.
Şu belgisizler bu Zübeyir ibn Avvam der tunalar bir palvanninki müştürüşü hareket yoki kiyinishlardan bilalaydi bunlar. Bu Zübeyir ibn Avvam kim bu dedi. Ve ahlifu billati yani lat degan ashulninki buti. Yani ashulning unda e'tiqod qildigan butuvanki bular ashullar qasam qildi. Men lat bilan qasam qilaman. Qur'on Karimda bu dedi fara'aytum lat wal uzza lat bilan qasamki la yukhalitannakum bu sizdan tutishdi. Nurg'un qo'shinlar buni ko'maytib ketdi. Zübeyir ibn Avvam kelyapti degan ekan, birisi kelyapti degan ekan, belgisi emas menda. Bu Zübeyir ekan. Bu cho'qim sizdan tutishdi. Yani sizib qoladi bu. Sizib qolib sizdan tutishdi demoqchi. Beşte deb ketganlar Sezmay deb ketdi. Sezsa bu qo'lab kelayotganlar darhol uni bizlar qiladi. Yo'q, shunday odamlar aqlim qo'lab qoldi bular. Lat bilan qasamki deydi. Bu cho'qim sizdan elishidi. Fasbutu lahu. Uni taqobil turinglar, mazmun turinglar deydi. Falamma anta Zübeyir ila asl thaniya. Zübeyir ibn Avvam radhiyallohu anhu aydanning tikki kelgan chaqda absarahum kurab qopdi. Va kurab qolganligimi bu palvonning yomonligi. Adamlar Zübeyir ibn Avvamning bunda kurab qolgan sezgirligini ta'minga bu cho'qimsini kurab qilib sizlar elishidi. Şunu taqobil turinglar degan. Absarahum fasamada ilayhim. Şuna alaga taqobil. Yolg'iz o'simi ulardan tutish tatlandi. Falam yazal yuta'inuhum hatta azahahum anha. Şuna ularla ilişip en ahire o doğdun onu olab şüretdi. Ve qatala Yasiran al-Yahudiyya yawm Khaybar mubarazatan. Yani Khaybar günü yakki ilishda Yasir degan Yahudini o'ttiribdi. Umun ayeti dandar palvallarimiz. Mubaraza degan yakki ilishda. Ve Yasiru akhu Marhab alladhi qatalahu Ali radhiyallohu anhu. Marhab degan Yahudi va o etildan Xandaqdan atlab o'tib, ana chiqadigan bormo degan chaqda musulmonlardan hech kim jur'at qilmagan. Men chiqay diyemga chiqas. Hazratli men chiqay degan. Hazretleri bu Marhabni o'tadi, Zübeyir ibn Avvam Yasirni o'tadi dedi. İki palvonni o'tadi. Ve qala Nabiy sallallohu alayhi vasallam yawmal Xandaq may ya'tini bi khabar al-qawm Xandaq kuni ashu va zulzilu zilzalan shadida va balaghat qulub al-hanajir degan ash kunda, dahshat kunda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam dushmanning ahvolini egallab turish uchun kim zalim dushmanning ahvolini sharlab keladi degan chaqda boshqa hech kim chiqmay Zübeyirdan mana men borman degan. 2-3 qatam oq etini chaptirib dushman tarafga berib charlab bo'lib undaq ahvoldagi mundaq qilish deb xabarni Rasulullohga kelgan. Biz o'tgangi darsda shu ot chaptirib 2 qatam bu yoqqa chapqa vaqt Abdullah ibn Zübeyir ko'rgan dadisi. Bu kichik bolalar tirik turgan bo'lsa, o'yda siz 2 qatam ot chaptirib bu yoqqa chep mangla nima ish bo'lgan tez o'y sen ko'rdingmi deb qo'shib ketib, hamon ko'rdimsa bu men Rasululloh unda debdi, men shu dushmanning xabarini ilib keldim. Shu joydan havariy deb nom olganda deb bo'lsa faxrlanib deb turdi. Faqala Zübeyir ana man dedi. Fazahaba va atahu bi khabari. Shuna onun xabarini egallab, egallab keldi Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Faqala Nabiy sallallohu alayhi vasallam inna li kulli nabiyyin havariyan. Her qanday bir payg'ambarning xos bir yordamchisi bo'ladi. Va havariyya az-Zübeyr. Mening xos yordamchim bo'lsa Zübeyir dor degandir. Ve qala ibn Urwa, o'g'li Urwa ibn Zübeyir dedi, kana fi Zübeyr 3 darabat bis-sayf. Zübeyrninki, yani atam Zübeyrning jismida shamshar urilgan, ya tiqilgan 3 yara bor dedi. Yarning izi bor. Kuntu udkhilu asabi'i fiha. Men barmoqlarimni shunga chigizib ko'chlab o'ynatdim. Al'abu wa ana sag'ir. Men kichik vaqtimda shunda o'ynatdim. Qichqirib olgan bo'lsa, masalan, yerda bir kama, manda bir kama bo'lsa, qo'lni tiqimda o'ynar ekansiz. Bu mutolaaning birinchi darsining bir o'tgan bu vaqalik. Yermuk g'azotida to'xtalgancha. Albatta boshqa yara o'q tekkan, nima tekkan, yozgan u batın saqya yo'q. Lekin shunda kama olib qolgan yerdan shu ekan. Bu kichik vaqtida qushga olsa, qo'lida o'ynar ekan. Sintani
Yevm Badr. İkisi Badr gazotida bo'lgan yara. İki kaman. Ve vahidatun yevmel Yermuk. Biri Yermuk gazotida bo'lgan yara deydi. Üç kaman. Ve kanal ceyş yevmel Yermuk. Hamda Yermuk vakasiga o'tib ketdi. Yermuk vakasi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam vafot bo'lgandan 3 yil keyin Rim imperiyasi musulmonlar urushga bir qo'shin to'plagan. 250 ming kishilik bir qo'shin to'plagan chog'da, shu chog'da Abu Bakr, Abu Ubayda ibn Jarrah qo'mondonligida Amr ibn As, bir tarafdan Xolid ibn Iroqdan evat tushayga qo'mondon qildi. Hammalar bir yer to'planlar, Parsan Paradumanda ben to'plagan chog'da musulmonlarning qo'shini 36 mingdan 40 ming atrofida qo'shin to'plangan. Kafirning qo'shini 250 ming kishilik qo'shin. 250 mingning oldida 36 ming kishilik qo'shin. Yevmul Yermuk dedi, şu Yermuk gazeti demekçi. Bu şu gazet vakalik boğan canı adı yevm deb ataydilar. Gerçi bu Yevmul Yermuk 6 gün davamlaşkan boz mu? 5-6 gün can olgan. Bir gün emas. Lekin aşı 5-6 günlük canının demez Yevmul Yermuk. Ve kanal ceyş Yevmul Yermuk, yani icraatninki 15. yılları boğan bolsun. Şu Yermuk gazeti. Keyin ha. 4 yil 5 yil o'tgandan keyin kechalamış. Gazetiga qaramasam o'zi qatnashish ya bo'lsa narsa buyurilish. Ya onu başkanlığı gazet etdi. Ve kanal ceyshu yevmel Yermuk. Yermuk gazeti bo'lgan chaqda Yermuk jangi deyiladi. Yermuk jangi bo'lgan chaqda askarlar Zubayr ibn Awam radhiyallohu anhu debdi. Yoshlar, ihmil ya Aba Abdullah nahmil ma'ak. Qarasam bu can toza u ham bilan bombay bunda turayotgan ekan. Akrama ibn Abi Jahl radhiyallohu anhu shu chaqda o'lishga bayatlasha qoldi bormi deb 200 odam o'limga bayatlashib dushmanning sirbidan kirib ketgan. Qirchaq qildi. Bundan 20 shahid bo'lgan. So'ng bularmi yosh boladan bir qismi to'planib bu Zubayr ibn Awamga katta palvon bo'lgan ekan. Ya Abu Abdullah siz bir hamlik islab aqlidan aysh hamlik isa dushmanning sirbiga debdi. Faqallahum aqafu alla tasduqu. Siz mazmut bulanmay qolasizlarmiki? Şundan sırayman. Azamlıqlar degan bilan hozir amaliyotda bulanmay qolasizlarmiki debdi. Faqalu bala yo'q, chatoq yo'q debdi. Sözümüzni turmaymiz. Fahamala fi sufufir Rumi hatta kharaja min wara'ihim. Şundan Zubayr ibn Awam radhiyallohu anhu Rim lashkarlarining sirriga hamla qildi. Yani 250 ming kishi qo'shini. Hatta kharaja min wara ma tarafdan kirgancha va adamning dilidan ma bir tarafdan chiqib qirchab qilib bosab oq tarafiga bagaj ketdi. Keyin u yerdan ma tarafga yana yerib ma tarafga keldi. Thumma karrar raji'an an qaytishdimi yana qaytirib hujumga o'tib qaytib keldi. Thumma hamala thaniyan kadalik yana ikkinchi qatim yana kirib uchinchi qatim nima qilib shunda 2-3 qatim u yan qilib dushman safini yerib qaytib keldi. Va fi kull hamlatin yaqtul. Har bir hamla qilgan chaqda nurg'un kafirni o'ldirgan. Albatta shu qirchaq qilib ketib turib shunda qarasa bu yosh bola yo'q. Wa duriba fi thalithati tilka darbati bayna katifay. 3-chi qatim hamla qilgan vaqtida dushmanning da qaynmoqlam shirkatgan ekan bu yolg'iz. Ya aqdim sana istiqbatgan. Shu ikki taqining o'tirgan. Mushi jangda 250 ming kishilik dushman lashkari musulmonlar qo'shini Xolid ibn Valid radhiyallohu anhu yetakchiligida 36 ming kishi qo'shin. Yengib bo'ltin 20 dinjiqni qirib o'tgan. 100 mingdan jiqrog'ini o'tirayotgan musulmonlar. 40 necha mingni o'ljaga olgan. U yer ağın, olca, at, kural haddi hesapçı. Şu Rim qo'shinining baş qo'mondonlaridan birisi. Bunun ichida necha millatning qo'shini var. Arman, yani bir millat. Şunun qo'mondonlaridan birisi musulmon bo'lib, Xolid ibn Valid bilan billa yan jang qilgan o'zining biron qo'shini qarshi. Shu bir qatim namoz o'qilib, 2 rakat namoz o'qilib, keyin jangga otilib shu yerda o'lib ketdi. 2 rakat musulmon bo'lib 2 rakat namoz o'qilgan.
Vastushhida yani Zübeyir radıyallahu anhu biwadi Siba. Siba vadisi xuddamda Kurtlar vadisi degandek, Yirtqichlar vadisi degan joyda Madinaga yaqin bir joy. Va huwa raji'un ila al-Madina. Madinaga qaytib ketib, shu yerda shahid qilingan. Qatalahu Amr ibn Jarmuz at-Tamimi Ghadran. Buni Amr ibn Jarmuz at-Tamimi degan kishi tuyg'usiz kelib o'tirayotgan. Ghadran degan bexastalikda o'tirayotganmish. Yani aqdan tuyg'usiz kelib o'tirayotganmish. Bexabar turgan chog'da tuyg'usiz aqdan kelib o'tirib qolganmish. Uxlayotgan bir daraxtning ostida uxlayotgan chog'da deb rivoyat qilindi. Uxlayotgan chog'da kelib uxlayotgan odam o'tirayotganda bu Ghadran. Vadalika lamma altaqal jayshani nadahu Ali. Yani bu vafatının bayanında dedi. İki qo'shin uchrashgan chog'da hozir 20 g'az tugida. Bu mavqatul Jamal, safina emas. Mavqatul Jamal. Hazreti Ayşe, Hazreti Ali bilan chiqqan chog'dagi jangi. Hazreti Osman o'ldirildi, shunami? O'ldirilgan ekan, Hazreti Ali xalifa bo'ldi. Xalifa bo'lgan chog'da Hazreti Ayşe onamizning siyosiy islomda mana ayollarning siyosiy faoliyat ilib borganligining aniq isboti. Qo'shin boshlab jang qilgan avval ayollar. Ayolni uyda solab qo'ydi, qorong'ulikda o'tirdi degan gap yo'q. Erlarning qo'shinini boshlab siyosiyga aralashgan voqea mana. Ayşe'miz qilgan mana. Hazreti Osman o'ldirilgandan keyin Hazreti Ali xalifa bo'ldi, shunami? Handiki Hazreti Ayşe onamizning siyosiy qarashi Hazreti Osman xalifani o'ttirgan to'plansadan qisas ashuni adablash lozim. Hazreti Ali hozir siyosiy muqimsizlik bir malg'anchilik var. Davlatmasdan bir aramı tushirib qilib, undan keyin ularga hisob kitob qilishimiz lozim. Va uni hisob kitob qilmasak, ya'ni shu qalam qanchalik bo'lib ketdi degan bo'lg'achqa, ikkala ko'z qarashi o'xshashmaydi. Shundan ya Hazreti Ali Osmonning qissasini ilish lozim deb qo'shin boshlab chiqqan. Bu xalifa uni to'sab shada urush bo'lgan. وذلك لما التقى الجيشان ناداه علي. İki qo'shin Zübeyir ibn al-Awwam radhiyallahu anhu Hazreti Ayşe'ninki qo'shin chiqdi. O şehit olan gelgende asker oldu. Shu shahid bo'ldi, shunami? Shahid bo'ldi deb, bu shahid bo'lishning jarayon ma'voda bayonni qilyapti. Tafsili bayon qilsak, dastlabda bu Zübeyir ibn al-Awwam radhiyallahu anhu Hazreti Ayşe qo'shinda chiqqandi. Chiqqan chog'da bu ikki qo'shin shunda safrasho ro'baro turgan chog'da Hazreti Ali chaqirdi uni. Ana xuruj ilayya ya Zübeyir. Zübeyir bilan oldinga bir chiqar gapim bor. Faqaraja ilayhi faqala lahu Ali. Oldinga chiqqanda Hazreti Ali ona dedi. Anshudukalloh. Anshudukalloh degan Allohning nomi bilan so'rayman. Zot raskatni bir qil. Nashattuka billah degan gap. Yani Allah'ın hakkı hürmeti, Allah'ın namını şefi qilib turib so'rayman. Ama sami'ta Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem yaqul innaka tuqatilu Aliyan ve anta lahu zalim. Sen Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'ninki sen Ali bilan urushsan, lekin sen urushgan vaqtida uningga sen zulm qilgan holatda urushib qolsa, Ali bilan dinni aldingmi, almaganmi? Allah'ın nomi bilan so'rayman shuni bir degan. Degandan qala na'am. Anlagan. Wa lam azkur zalika illa lan. Hozir lan sen mushigan degan chog'da endi ism keldi bu. Uning oldidan ism kelmabdi. Walau tadakkartu ma wasaltu hadal mahall. Bunda ilgari ism kelgan bo'lsa mushga Rasululloh mana deganligi mush joyga kelmagan bo'ladi. Summan sarafa raji'an ila jayd. Shundan bu o'zining sepiga yetib ketdi. Yani qo'shinni o'zi birlashgan qo'shinni ichi qaytib ketmiş gapni deyishib ular qaytib ketdi. Men urushmayman demoqchiman bu. Va qala libnihi Abdullah, shu Abdullah ibn Zubayr, shu o'g'liga qaytib kelgandan keyin qum bi jayshika, sen o'zing ilib chiqqan qo'shinni ilib qopam qaytmaysiz. Fa inni wallahi ma daqaltu fi amri illa wa kharajtu. Yani sen ilib chiqqan qo'shinni ilib qaytimiz qopamning deb bo'lsa. Yani yedip ketimizmi, urushmay yedip ketimizmi? Deyishdan bunda bir sabab ko'rsatdi. Alloh bilan qasamki, men qanday bir mushkil ishga dastlab salsam, cho'qim undan saqchi kitaletdim. Qanday bir qapilikqa dastlab qalsam, cho'qim undan chikitaletdim men.
إلا في هذه المرة مشكلة الله من خطأ لشتما فإني أخطأت وإني راجع للمدينة أنا ما خطأ لكم تستر ورشماي مدينة قايتب كتما جيق بندا بر خطأ إشكو دسم ettim دسب ساسم onu çıktal ettim müşkatimda men xata ishni desib satdim yo'l qishni desib satdim endi faqala lahu ibnuhu man diqqat qilinglar shuna bo'lgan degan chaqda o'g'li Abdullah debdi ma bika min da'f ra'i sizda u bira ishni bunda xato tanlab qoldigan namuvat ishni qilib qoldigan bir ahvol yo'q sizlar to'g'rini tanlab qila olinglar xato tanlab qilgan ish yo'q yo xato o'ylab qolgan bir nima yo'q siz bir donishmand demoqchi ولكن رأيت رماح بني هاشم طوالا ولكن رأيت رماح بني هاشم طوالا لكن بنو هاشم جماعتının nezleri sal uzunda ko'rinib qolishadi sizga ya'ni siz sal qo'rqib qollar demoqchi ya'ni sizlar bu ishni urushga chiqishda xato o'ylab xato tanlab chiqib qolgan holatda emas sizlar obdan o'ylab to'g'rini tanlay oladigan kishi lekin hozir unda qaraslar unda avlasal kuchlikda ko'rinib qilib qo'rqib qolgan chog'lar bor hozir dadislar hozir urushga undatidir Abdullah ibn faqat shuni ochildi وقال أجل شندا أتخوفني بها أجل من خوفات مقصمتان إنها لرماح حداد حقيقة هو شندا شلوق يعني بسلق نزليكان يحملها فتية أمجاد نايته شان شوكت لك طلب الله كترب كتو نمنا مساجد لي دكم ده شندا طلب الله كترب كتو hozir hamda Hazrat Alining tarafining to'g'ri ekanligini bilgandan keyin Hazrat Alining o'zidan aqlatdi hozir. Summa aqbala nahwa jaysh Ali. Ondan ashgan xulab Hazrat Alining lashkar tarafga keldi dedi. Rafi'an rumhahu. Nezni ko'targancha ketdi. Faqala shuni Hazrat Ali dedi, faqala degan. Hazrat Ali lashkarga bir qaytib, o'g'lini qo'pal lashkarni boshlab qaytib ketmasa, o'g'landa ichini keltirgan ekan, yolg'izdan qaydab lashkar ko'targancha Hazrat Alining qo'shin tarafga ketdi. Keyin Hazrat Ali unda qarab, yani bizlar urushga keldi deb o'yladi hozir. Azunnu az-Zubayra qad uqdid. Zubayrning tishini tekkandek turdi birisi. Achchig'ini keltirib qo'ygan o'xshaydi. Va ma qasduhu qitalukum. U sizlarga urushganmidi? Hali qaydab kelayotgandek turdi. Fanakkisu lahu rimah. Shuna nayzani unga chinmay yaga qartib turanglar. Urushman degan holat tutmanglar, unda nayzini yaga qartib turanglar. Qurol tanlamanglar demoqchi. Hatta yejuzgan o'tib ketavog'ishadi. Yani a tarafdan hozir ketay desa, balasa yaponman ekan, ma tarafdan Hazrat Alining qo'shinlari orasidan ayon ketmoqchi. Fanakkasu lahu rimaha hatta kharaja min al-jaysh. Ulan qo'shinning orasidan kesib o'tib aqtirib ketkicha neyzlarni yaga qartib qurol chelmay turishdi. Falamma wasala wadi Siba, yolg'izimda Madina taraf ketayotdi, qaytib ketmanda. Yirtqushlar vadisi degan joyga borgan chaqda nama tahta shajaratin hunaka. Asha bir daraxtning ostida uxildi. Fajahu Amr ibn Jarmuz. Ulan bu Amr ibn Jarmuz degan bu kishkilar vaqatalahu uxlayotganini o'tirdi. Ya'ni bu g'adr deydi. Agar o'g'illovchi urush bo'lsa, kishkilar maydonga tushib o'lishgancha o'tirdi-ku. Mana uxlayotgan bir odamni og'zini pichoq bo'lgandek bir ish. Namatlik deydi. Namatlarcha o'tiradi. G'adran deganni namatlarcha nom. Va huwa naim. Uxlayotgan chaqda ayollardandir. O'g'a qo'sa mumkin uni o'tirish. Va ata bi sayfihi ila Ali. Shamshirni Hazrat Alining huzuriga ketdi. Yubashiru xushbisharat xush xabarli kelgan tariqada qo'y muslimin dushmanlari Zubayrni o'tirib berdi mana deb tartib qilish arzu qilib ketdi. Şunun qo'shindagi adamning birisi. Ko'ngil qara adamni chiqqan. Ay ko'filakanda badaviy sahroyi ko'ngil qara nadan kishilar bor. Bu kim? Zubayr qanday adam? Bu islom uchun qanday to'pni qo'shgan? Uning xiyolmi yo'q. O'sha o'tasan, on tanga rahmatulloh mujobatlarga deb shuni qo'ydi. Mesela Umar ibn Abdülaziz'e zehir vergen kişime 10 tilla alıp zehir verdi o 1000 dirhem. Mesela
فقال له علي أبشر بالنار cehennemge kiriş bilen işaret al. Sen hoş hava cehenneme çıkan buldun. Çünkü bu havari Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bunu degendiken cehennem çıkışı tabii. Bunun üstüne böyle canlı fitne fasat olamazsan, kuşması kulak canlı böyle tutuş kılıp öttegeş yok. Ne ahlillaçe laqadına oturuttu. Ve fil dersi qabla'l faiti ötkenki dersin ilgirki dersde sabaqat tercematu veledihi Abdullah. Zübeyir ibn Avvam radıyallahu anh'ınki oğlu Abdullah'ın tercümalı ötep ketken. Ma derste atısı Zübeyir ibn Avvam radıyallahu anh'ınki tercümalı bilen tanışıp ketken buldu. Ben beşeden ben aleyhinkine uçuştayı hakkında sonra etmemiz, uçuştayı aldım, o diyetten aldım, iyice kıpramanızın arasında geldim. Evet. Ama o zaman şu olursa şu Ayşe'nin şu aleyhin, mesela uğraştı şu hatalıkla göre... Hazreti Ali'nin doğuran. Hazreti Ali'nin doğuran. Şer'i kanunlu halife şu. Baş halifenin gitmen anlaşılır. Semavat'ta akıllısı lazım. Yani vaxtda Muaviyyənin tərəfdə mənim çıxartıldı, bunu şu Ayşə'nin üzərində baş verdi mi ya? Muaviyyənin işi başqa. Dağlar və xəlifədən narazı olub çıxarlar. Ayşə'nin çıxartılması için şu Ayşə'nin üzərində qoşulma başqa. Bunun başqa var. Mənla Hazreti Osman'ın intiqamını risazın bu ötürətlərdən qısa çəkirişlər zəyində başına çıxarlar. Toplam uzaq çıxarlar. Subhanakallahumma bihamdik, eşhedü en la ilahe illa ente, estağfiruke ve etûbü ileyk.